urug'larimiz ketdi. Biyazot bilan boyitilgan urug'larni egib. Assalomu alaykum azizlar. Mana hozirgina Sobirsoy xo'jaligida urug' qadash, bug'doy qadash boshlandi. Ehsonlarni qilib, hojat namozlarini o'qib kelib, mana hozirgina ulovlar jo'natib yubordik. Urug' yerga qadab boshlandi. Hozir Otabek hoji akamiz, shu xo'jalikning rahbarlari. Otabek o'zi barakatli qilsin. Amin. Bu yerda qilinayotgan anchadan beri xabarimiz bor. Ko'p xayrli ishlar qilinyapti, xudo xolasa. Eng muhimi tabiiy, toza mahsulot bo'lishga intilish bor. Xudo xolasa bu yerda dorilanmasdan lalni bug'doylar yetishtiriladi. O'zi barakat bersin. Amin. Bu yerda tajriba necha yillik bug'doyga? Xo'p, avvalambor assalomu alaykum rahmatullohi barakatuh. Hurmatli muxlislar, tomoshabinlar, hammalaringizga jumadul ayyom muborak bo'lsin. Mana bugun milodiy 2025-yil 10-oktyabr kuni ertalab soat 9 da Choshgohda yetib kelib, jamoatimiz bilan, Hoji bobo boshchiligida mehmon musofirlarimiz bilan, qori-o'g'illarimiz bilan kelib, Hoji bobo aytganlaridek hojat namozlarini o'qib, Alloh taolo bilan shartnoma tuzdik. Ya'ni shartnomamiz mana shu dehqonchilikdan Alloh taolo qancha hosil bersa, undan biri, ya'ni ushur degani undan biri deyilgani, undan birini va'da qilgan holatda shartnoma tuzildi. Yana qolaversa, muhtaram prezidentimizning, hukumatimizning yaxshi bir dasturlari bor. Kambag'alchilikdan qisqartirish dasturi maqsadida biz ham mana shuni qarorlarda ijrosi, o'zimizning hissamiz bilan kambag'allarni qisqartirish maqsadida bir katta dastur tuzganmiz. Shu dasturimizdan bizni mana shu hosilimizdan qancha chiqsa, hosilimizdan undan bir qismini kambag'al xo'jaliklarga, kam ta'minlangan xo'jaliklarga shunday fesabelda berib, shu prezidentimizning, muhtaram prezidentimizning, hukumatimizdan tarafdan qabul qilingan qarorlarga hissamizni qo'shish bir maqsad qilib olganmiz shu Sobirsoy fermer xo'jaligi jamoatimiz bilan va bir necha yildan beri shuni amaliy ishlarni o'tib kelyapmiz. Mana bugun bitta sizlarga ifodasini ko'rsatsak, mana bizda jamoatimizda bir nechta chorvachilikda, dehqonchilikda, bog'dorchilikda, oshxona sohasida ishlab turgan xodimlarimiz bor. Shu xodimlarimizdan bir 2-3tasini misol qilsak, bizga bir 5 yildan beri ishlayotgan bo'lsa, kelgan vaqtlarida 10 ta yo 12 ta yo 5 ta yo 3 ta qo'y qo'zisi bo'lgan bo'lsa, mana hozirgi kunda kelib, ular ham o'zini iqtisodiy tarafini tiklab olib, eng kamida 50-60 tadan qo'yi bo'lgan xo'jaliklarimiz bor, cho'ponlarimiz bor. Ular ham bu yil xuddi shu mana prezidentimizning dasturiga hissasini qo'shgan holatda qo'ydan 40 tadan oshgandan keyin bitta 2 tasini kambag'allarga berishga niyat qilib turibdi va Alloh taoloning hukmi mana zakot masalasida zakot berishga tayyor bo'lib turibdi. Xuddi shunday mana yuqorida aytganimizdek jamoatimiz bilan mana hojat namozlarini o'qidik. Mana shu hukumatimizning qarorini to'g'ri ekanligini bilib, hosillardan va chorvachiligimizdan qancha hosil bersa, dehqonchilikdan undan birini, chorvachilikdan 40 dan birini berishni niyat qildik. Qolaversa mana bugun guvohlarimiz bo'lganda ehsonlarimizni so'yib, qurbonliklarimizni so'yib, mana dehqonchiligimizni boshladik. Endi asosiy savolingizga o'tsak, bizning chorvachilik faoliyatimiz o'zi ota kasb, bobolarimiz o'zi tuyachilik, chorvachilik bo'lgan. Otamiz rahmatli mana shu 76-yil shu otar jamoasini tashkil qilib, shu yerda chorvachilik tashkil qilgan. Dehqonchiligimiz faoliyati asosan 93-yili, 1993-yildan beri Sobirsoy fermer xo'jaligimiz tashkil bo'lib, shundan beri lalim yer olib, lalim yerga dehqonchilik qilib kelmoqdamiz. Bu degan 30 yildan qariyb tajribamiz oshdi. Bu 30 yil davomida bir necha amaliy ishlar, bir necha ilmiy ishlar ham bo'lib o'tgan. Agrotexnika masalasida ham, urug' masalasida ham, texnikalar masalasida ham, yerda bahorda haydab qo'yib dam oltirish, kuzda haydash qanday bo'ladi, padyon par degan ibora bor dehqonchilik tilida. Padyon par qilib keyin barana qilsa qanday bo'ladi, barana qilmay eksak qanday bo'ladi, urug'da almashtirib ekish qanday, urug'da tanlash qanday, shu bo'yicha endi u ancha bir ilmiy ish yozsa bo'ladi bo'yicha. Shu bo'yicha mana hozirgi kunda eng muqobil nimaga tushganmiz, bir necha tajribalardan beri yerda bahorda haydab qo'yamiz. Ya'ni ham o't o'lanlar ko'klab chiqqan, hamma o'tlar ko'klab chiqqan bo'ladi, qancha dashta chiqayotgan bo'lsa. Vaqt shunday vaqtni tanlash kerakki,
shu pishmay turgan holatda hali doni pishmay turgan donlaydi u. Doni pishmay turgan vaqtda tez kunda 2-3 kunda uni haydab olish kerak. Agar doni pishgan holatda haydasak u nimani bermaydi, u samarani bermaydi. Chunki u don pishib, don yana boshqa o'simlikda shu o'simlikni chiqarishga sababchi bo'lib qoladi. Keyingi ko'payib ketadi. Ko'payib ketadi. Begona o't ko'payib ketadi bunday dehqon tilib aytganda. Biz shuni har xil shudgorimizda o'tlar chiqib, o'sib chiqqan bo'ladi, donlagan bo'ladi, lekin pishmagan vaqtida tez 2-3 kunda podyon qilib olamiz. Shu bilan begona o'tlardan qutulamiz. Yerimiz top-toza tabiiy holatda toza bo'ladi. Mana hozir yerimizni ko'rishingiz mumkin. Bironta begona o'ti yo'q, bironta nomiga ham begona o'ti yo'q. Va shunday. Ikkinchi agrotexnika ishimiz mana katta Magnum traktorlarimiz bilan mexanizatorlarimiz 12 talik, 24 talik, bir qator, ikki qator baranlarni qilgan. Shu baranlarni hozir mana ekishdan oldin to'liq kuchli traktor qilmasa uni oddiy MTZ yoki TTZ qila olmaydi. Shuning uchun kuchli traktorlar bilan katta baranlarni katta tezlikda qilamiz. Shunda sal bir 25-30 gradus qiyalik bilan haydaymiz. U ham bitta agrotexnika. Misol uchun shudgor mana shunday tekisda haydalayotgan bo'lsa, ya'ni janub shimolda haydalayotgan bo'lsa, shunga nisbatan 25-30 gradus qiyalik bilan haydaymiz. Shunda bizda haligi agatlar, pulukni chuqurchalari ko'milib, yerimiz tep-tegiz kaftday tegiz bo'ladi. Kaftday tegizlik nima samarasi bor? Samarasini bittasi texnikalarimiz umuman jabr ko'rmaydi. Tekis haydalayveradi. Selkalar ham va kombaylar ham oson uradi. Ikkinchisi urug' to'g'ri tushadi. Bir xil standart tushadi. Chuqur joyi boshqa, do'ng joyi boshqa bo'lib qolmaydi. Uchinchisi ko'zingizda ko'rganingizdek sifatli bo'ladi. Unib chiqqandan keyin ham g'allalarimiz bir tegiz holatda, usti ham pasti ham bir tegiz holatda ko'rinadi. Albatta la'limachilik endi tavakkalchilik. Allohga tavakkal qilgan holatda buni ekamiz. Alloh taolo qancha hosil bersa, shundan o'ndan biri o'ziniki haqdorlariga va yuqorida aytgandek haqdoriga hukumatimiz tomonidan belgilangan qarorlarga yana bajarish maqsadida kambag'allarga berib, kambag'alchilikni qisqartirishda ozroq bo'lsa ham hissamizni qo'shamiz. Endi sizda bizni hamkorlik kelishimizdan o'zi jalb qilgan narsa ham tabiiylikka shu qiziqishingiz bor. Hozir lalmiga ham har xil kimyoviy o'tlar berish yo'llari izlanyapti, lekin siz qilmagansiz shu paytgacha tajribada narsani. Tabiiy bo'lish maqsadida. Bundan nonga ham shu bug'doydan nima qilinadimi? Shunday. Biz mana keyingi bir 15 yillardan beri endi 3 xil urug'ni egayapmiz. Bug'doyda 2 xil, arpada 1 xil. Bug'doyda bitta urug'imiz, bir ustozimiz bor, Baxtiyor Temirov degan. Shu kishini tavsiyasi bilan tez pishar urug'ni G'allarol ilmiy institutidan tez pishar urug'ini olib kelganmizdagi u vaqtda ko'paytirish, urug'chilikni ko'paytirish maqsadida hamda ko'paytirish nimasidan olib kelib bu yilga super elita yetishtirganmiz. Shu tez pishar bizni la'limachilik yerga ayni muddao bo'lib tushgan. Ham arpadan ham oldinroq pishadi, ham qurg'oqchilikka juda chidamli, ham buni foydalisi o'ta noni shirin. Shirin bo'lganda ham taxtada yana hamki hazm bo'lishi oson bo'lgan non. Eski bu ota-bobolarimizning qip-qizil noni chiqadi. Va ikkinchisi oq bug'doy olib kelganmiz, uni nomini hozir esimda yo'q. Oq bug'doy Qozog'iston hozirgi kunda Qozog'iston oq uni deyiladi. Qozog'iston oq unidan ham oppoq bo'lib ketadi. Uni shu alohida o'zining tegirmonlariga torsak oppoq bo'lib ketadi. Haliga bizniki tabiiy holatda podyomi ham yaxshi bo'ladi oq bug'doyda. Arpanikini 2 qatorli, 6 qator ekmaymiz. Haqiqiy la'limkor 2 qatorli arpa ekamiz. Endi mana shu tez pishar haqida ozroqgina tafsilot bersam, uni jarayonlarini aytganmiz, yana takrorlaymiz. Mana shunda mana bugun ekish jarayonini ko'ryapsizlar. Biz ekamiz, Alloh taolo o'zi sug'oradi, o'zi o'stiradi, o'zi pishiradi. Biz tayyor bo'lgandan keyin kelib o'ramiz. O'rib xurmonlarimizga borgandan keyin buni tonnasini aniqlab ushurini tarqatamiz. Qolgan g'allani shamolda tozalatamiz va uni tosh tegirmonga olib boramiz. Tosh tegirmonda yanchilgandan keyin kamida 1 oy maxsus qoplarda tindiramiz. Oftobda ham emas, o'ta sovuq joyda ham emas, salqin joyda va maxsus qoplarda tingandan keyin buni tahoratli o'g'il nonvoylarimiz ham bor, qizlardan ham bor. Ular xamir turishda xamir qiladi. Hali biz dirozda ishlatib ko'rmaganmiz. Xamir turishimizni 20-yildan beri uzganimiz yo'q. Xamir turishda xamir qilamiz. Xamir tayyor bo'lguncha tandirlarimizga o'zimizning chorvalarimizni tuyalaridan va qo'ylarning qiyidan mana Saratonda 1000 qoplab qo'yibmiz. Nonvoyxonamizda qoplangan tuya qiylari ham bor, qo'yda qiylari ham bor. Tandirga shundan solinib, qizdirilib, albatta buni tutandirg'ich uchun yolg'on gapirmaylik. Gaz balonni gazdan ozroqgina foydalanamiz. Bir tutandiriq qilib tutib olguncha, undan keyin gazni yopib tashlaydi. Bo'ldi, o'zi qiylarni o'zi yonib, o'zi cho'q bo'ladi. Keyin shu haligi jarayonda tayyor bo'lgan xamirlardan maxsus non yopiladi.
zamzam suv qo'shiladi. Zamzam suvi qo'shilgani uchun shuning uchun zamzam non deymiz. Zamzam suvidan haligi xamirga ozroq miqdorda qo'shiladi. Shuning uchun zamzam degan nom qo'yganmiz unga, nonimizga. Shu zamzam nonlar ma'lum o'zini gramm bilan o'g'illarimiz o'zi biladi. Shu jarayonda tabiiy, sof, hech qanday konsentratsiya, hech qanday droshsiz non chiqadi. Biz uni nonimizni yana aytib o'tishimiz kerak. Mana hozir agar alohida reportaj bo'lsa oldin mana Hoji akani o'ziga ko'rsatganmiz. 22, 23, 25 yil yopilgan nonlarimiz bor. 24-yilga e'tibor qilmagan ekanmiz, salafanda qolgani uchun mog'orlab ketgan ekan. Lekin biz 22, 23, 25-yilda shunday yopib, haj safariga ketganlardan non beraverganmizdagi 10 ta 20 ta zaxiraga olib qo'yganmiz. Hozir uni ofisimizda bitta shkafimizda, yog'och shkafning ichida shu turishda shu nonlarimiz turibdi. Mog'or ham tushgani yo'q, hech narsa qilgani yo'q. Qotgan holatda turibdi. Shunda sho'rvaga issiq suvga solsangiz ham shagidek shu bugun yopilgan nonday bo'lib yumshoq bo'lib chiqadi. Biz uchun urug' haqida gapirsak tez pishardi. Endi siz asosiy bana ximiya haqida so'radingiz. Biz shuni ximiya bermaslik harakatidamiz. Shu ximiya bersak baribir haligi drosh qilgandan ham battar nimaga kelib qoladi. Unda tarkibini buzib qo'yamiz degan maqsad bilan ximiya vositalar bilan buni dorilamaymiz. Alloh barakasini bersin. Biz hozir men bugun aytmoqchi edim, o'sha nonning zamiri bugun boshlandi deb, aslida buning zamiri bahorda boshlangan, yer ag'dargan paytda, to'g'rimi? Shu yer ag'darilib, yer dam oldirilib, bu yerda hozir barana qilinib, ag'darilmagan joylar yana ag'darilib kuzda. Endi bu ikkinchi, uchinchi bosqichda ekish jarayoni boshlanyapti mehnatning. Bu endi shu non tayyor bo'lguncha bu to hali bug'doy yetilib, u o'rilib, tegirmonga borib sotilguncha bir jarayon. Xudo xohlasa hammasini yoritamiz. Mana bugun baribir ko'rib turganimizda bir jarayon boshlandi. Alloh o'zi bunga baraka bersin. Hozir bu yil bir yangilik qilinyapti. Xudo xohlasa bioazot bilan ishlov berildi. Bu yil xudo xohlasa shu yerdagi madanlarni, erimay turgan madanlarni, ayniqsa lalmada endi qochgandan sari madanlar erishgan bo'lar ekan. Shu erimagan madanlar eritishga Baxtiyor Rasulov biologiya fanlari doktori maslahatlariga ko'ra ekildi. Alloh o'zi barakasini bersin. Shu ishlarni o'zi bir maqtovga sazovorki, bugungi kunda yangilik bilan yashash, ertangi kun haqida, ertangi kun g'am bilan yashashning o'zi katta ne'mat. Bundan keyingi rejalarda qanday nimalar bor, rejalar bor. Bu yerda shu dehqonchilikda, chorvachilikda yana qanday tajribalar bor, yana qanday aytilib suvsizlik ba'zi bir muammolardan keltirib chiqargan-ku. Shunday. O'shalar haqida ham gapirib bersangiz tushuncha bo'ladi. Shunday, mana Norbek aka, mana tuprog'imizga e'tibor qilsak, bu ona zamin, Alloh taolo buni yaratgan. Biz hammamiz bu tuproqdan yaralganmiz. Bu endi biz hali tabiiy holatdagi haqida gapiramiz. Endi bunaqa Pedrobodga bo'lgan ximiya bilan zaharlangani haqida endi borib ko'rmaganmiz ham, uni endi bilmaymiz, bilmagan narsamizni gapirishimiz shart emas. Balki ijobiydir, balki salbiydir. Mana shu o'zimizni mana hech qanday ximiya ko'rmagan to'proq haqida gapirsak, buni necha trillion yil Alloh taoloning o'zi biladi, uni yaralganligi yerda. Biz ham mana bu yuqorida aytganimizdan o'zimiz shundan yaralganmiz va shunga qaytajakmiz. Mana shu tuproqni endi xossasini buni endi olimlarimiz bilmasa, biz endi oddiy dehqon odamlar, oddiy ovom odamlar bilmaymiz buni. Ichida nima bor, qanday elementlar bor. Bunday olib qaraganda Alloh taoloning qanday askarlari bor buni ichida. Fan tilida aytganda qancha elementlar bor. Buni biz oddiy odamlarning ilmimiz yetmaydi. Lekin albatta olimlarimizga murojaat qilamiz. Olimlarimizdan Alloh rozi bo'lsin, ilmlarini yana ziyoda qilsin. Buni endi imkon boricha aniqlashgan, buni ichida nima bor, nima element kam, nima element ko'p, ular biladi. Endi ilmimiz yetmagan narsa haqida gapirishimiz noto'g'ri. Endi bizda bu yil Baxtiyor akani bitta katta bizga dars bergani, mana shu tuproqni xossasi endi borgan sari to'g'ri ekologiya ham bordir, ob-havo o'zgarishlari bordir. Ayniqsa bizni bilganimiz, mayli ekologiya haqida kallamiz yetmasa ham, keyingi yillarda ancha qurg'oqchiliklar ko'payib ketyapti. Ustun qurg'oqchiliklar kelyapti. Oldin misol uchun 10 yilda 2 marta, 3 marta qurg'oqchilik bo'lgan bo'lsa, hozir 5 yilda o'zida mana shu yil 3-marta qurg'oqchilik ko'rdik. 20-yil qurg'oqchilik bo'lgan bo'lsa, mana 25-yilgacha 3 marta qurg'oqchilik o'tkazdik. Demak, qurg'oqchilik degani borgan sari bu yerdagi elementlar kamayib ketayotganligi nimasi? Yana biz shuni bildikki, mana shu olimlarimiz aytayapti, bu yomg'ir degani suvdan iborat narsa emas ekan. Yomg'irda ichida qanchadan qancha elementlar bor ekan. Biz
suv deganimizda misol uchun o'zimizda ariqni suvini yo boshqa suvni suv deymiz. Lekin yomg'irda suvi xossasi suyuqligi suv bo'lgan bilan uni ichida yotgan elementlarning hech hisobi yo'q ekan. Uni biz bilmaykanmiz. Buni olimlar aniqlab aytayapti. Shuning uchun yomg'ir tabiiy kamayib ketdimi, demak uni ichidagi elementlar kamayib ketgan bo'ladi. Shuni endi qisqa lo'nda qilib aytganda, bu yil Baxtiyor akamizdan Alloh rozi bo'lsin, ilmini ziyoda qilsin, bizga bir biazot degan yangi vosita berdi. Uni haqiqatan ham aqlan o'ylab ko'rsak juda katta narsa ekan. Boya duomizda ham shu Allohning askarlarini ko'paytirishni duo qildik. Endi biz bitta narsa buni qora kuya yo boshqa zomburuq kasalliklardan saqlashga majburmiz. O'zini maxsus kimyoviy vositalar bilan bir marta urug'ni berrabatga qilyapmiz. Qilmasak bo'lmayapti. Chunki 1 yil 2 yil qilmay ko'ruvdik. Qora kuya yo zomburuqli bitta ikkita kasalliklarga g'allamiz chalinib qoldi. U degandan keyin g'alla ko'p qismi ishdan chiqib qoladi. Uni mayli perrabatga qildik. Bitta ximiya ishimiz shu. Va mana hosilda hozir selkaga chiqarishimizdan oldin mana yigitlarimiz jamoati bilan shu maxsus idishlarda o'zini miqdori bilan shu biazot bilan perrabatga qilib chiqdi. Shu Sherali shundaymi? Hozir maxsus idishlar bilan mana miqdorida perrabatga qilib chiqdi. Endi xudo xolasa bundan katta natija kutyapmiz. Hali biz uni telefonda videolarni ko'rsatdi, rasmlarni Baxtiyor aka nima yigitlar kelib ko'rsatdi. Shunday tomirini haligi yashil rangdagi bakteriyalar qamrab oldi. Biz inshaalloh bunga to'liq ishonch hosil qildik. Endi baraka Allohdan inshaalloh. Ana shu bilan effektini xudo xolasa ko'rsak, biz hozir unib chiqishida. Bahorda biz buni to'lig'incha yana shu biazot bilan suspenziya qilib bir sepamiz. Nafaqat buni, mana shunga e'tibor qilsangiz, mana o'zimizda yaylovimizda chegara qilib qo'yibmiz. O'zimizda mollarimiz o'tmasligi uchun chegara qilib qo'yibmiz. Mana shu yerda 100 gektar, 110 gektar yerda bir ilmiy ish uchun o'rab qo'yibmiz. Bu ham siz joyingiz. Bu ham bizning joyimiz. Buni xudo xolasa bu yil ana shu 100 gektar yerda ana shu biazot bilan bahorda ko'klab chiqqan vaqtida bir to'lig'incha bir perrabatga qilib bir sepmoqchimiz. Yerning o'ziga. Yerda o'ziga shu mana o'simliklarni bargidan oziqlantirilar ekan, bargiga bermoqchimiz. Agar buni haliga telefonda ko'rganimizdek haqiqatdan ham samarasini his ko'rsak, yanagi yilda biz ana shu jami yaylovimiz, yer maydonlarimiz, ekin maydonlarimiz 2000 gektar, 2000 gektarda hammasiga ana shu biazot bilan bir ishda o'qimoqchimiz inshaalloh. Yaylovning hosildorligini oshirish uchun-da endi bular. Ana shunday. Ana shunday yaylovniki ham bu lalim ekinlardi. Alloh shu niyatga bog'liq deyiladi. Shu niyat xayrli. Alloh taolo o'zi barakat bersin. Ishlaringizga omad. Amin. Hali bu mavzuda gapiradigan gaplarimiz ko'p. Azizlar, bu mavzuga hali yana ko'p qaytamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Duolaringizdan umidvormiz.